O'zida Rozmarin bilan ketqisi ham bo'lar ekan. Kelinlar bu maqtovdan keyin bir o'ynamasanglar bo'lmaydi. Bo'ldi. Yana kim keldi? Ha, Sherzod tashulalar, yaxshi. Bir maza o'ynaylik qizlar bunisiga ham. Kiring. Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Xo'sh, g'alaba sho'xidan bo'lsinmi, qanaqasidan bo'lsin? Avval biz tabriklab qo'yaylik. Ha, tabriklaymiz. Yangi yil bayrami barchaga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani xonadonida faqat shu bayramona kayfiyatlar bo'lsin. Yashang. Alikem kuzchalar charastay yurasan tag'in o'zing tannosday ash qilib yana araz qilganing bo'ladi to'p ustida gilosday malkam olmadi berayman kelmasang yoki o'zing borayman o'smalab qo'ysang kam qoshingga men o'zim o'ynab turayman Kam shuncha mehr bersam ham yaraman man lekinni qilayirkan kam shuncha mehr bersam ham yaraman man lekinni qilayirkan. Yangi yilni yaxshi niyatlar bilan kutayotganlar, yangi yilga bag'ri ochganlar, 2026-yil xonadoningiz uchun, joni jigarlar uchun, mahalla uchun, tuman uchun, shahar uchun, butun mamlakatimiz uchun eng yaxshi yil bo'lishini chin yuragimdan tilayman. Chunki 2025-yil yaxshi yil keldi hamma sohada. Demak, 2026-yil ko'rsatkichlar undan ham yuqori bo'lishi kerak. Xonadoningizga tinchlik, farovonlik, dasturxoningizga quv baraka tilayman. 2026-yil faqat quvonchlar, shodliklar, xushxabarlar yili bo'lsin. Sarbajon oyidan kam shuncha mehr bersam ham yaraman man aytganni qilayirkan mening kam shuncha mehr bersam ham yaraman man aytganni qilayirkan. Endi menga ko'tarinki ruhda tabriklang deyishyapti. Lekin men xafaman. Bizani yil bilan xayrlashyapmiz-da. Ilohi yil. Endi ot yilini kutamiz. Endi niyatim 26-yil ham yaxshi yil bo'lsin. Hamma to'y qilsin, niyatiga yetsin. Voy qaynanalar, uylantiradiganlar uylantirib olinglar o'g'linglarni. Kelin salomlarga boramiz, to'y bo'lsin. Qaynona kelin ona boladek bo'lsin. Yangi yil muborak, yangi kun muborak. Keling do'stlar, o'ynaylik, birlashaylik, bayramingiz muborak.